Assalomu alaykum YouTube foydalanuvchilari hamda kanalim kuzatib borgan qadrdon aka-ukalar. Xudo xolasa mana erta tongdan bismillah deb video rolik qilishni boshladik. Ko'rib turganlaringdek yangilik qilganmiz. Chuvalchonlarga komfort sharoit tayyorlab qo'ydik. Xudo xolasa. Mana kecha o'zimiz gaplar yasaganmiz. Mana chuvalchonlarga qo'shilishim mumkin. Har bitta reaktorga bittadan kaplar qilingan. Mana juda ham ideal holatda bir xil me'yorda chachyapti suvlarni. Ko'rishlar mumkin. Mana. Xo'p, hurmatli do'stlar, shu gaplar qilmoqchi bo'lgan, chuvalchang boqmoqchi bo'lgan, boqib turgan yurtdoshlarimizga tavsiya qilamiz. Mana shunaqangi suv chachadigan kapillarlarni yasashini va shu orqali foydalansa effekt yaxshi bo'lishini tavsiya qilamiz. Biz ham oldin birinchi boshlaganimizda yaqin kunlargacha ham Shlenkada suv sepib yurardik. Endi vaqti soati nasib qilgan payti ekan. Kecha sharoitdan ortqizib mablag' ajratib mana shu sharoitni qildik, xudo xolasa. Ko'rishlar mumkin. Bitta chachishni boshlaganimizda hop 1,5 soat, 2 soat, 1 soat bilan 2 soat oralig'ida suvni beryapmiz. Chunki bularga suv bilan tirik bu chuvalchanglar 70% nam bo'lishi kerak. 70% nam bo'lsa chuvalchanglar ishni qilaveradi to'xtamasdan. Mana orasida yuribman. Hech qanaqangi menga urgani yo'q. Mana ko'rishlar mumkin. Har bitta kaplar mana 1 metr diametrda mana chachyapti. Bunisi ham shu 1 metr. Hech qanaqangi qolib ketadigan joyi yo'q. Bularga ketgan mablag' aytadigan bo'lsam, mana shu 3 tasiga 850 ming desam ham bo'laveradi. 850 ming bilan bitta o'zimiz yasadik. Masofa har bittasining uzunligi 15 metrdan. 15 metrdan har bitta kaplar 8 tadan. Buni orasi 1.75 dan qilindi. Keyin mana bu kaplarning mana balandligi 10 cm qilindi. Chunki past ham bo'lmasligi kerak, baland ham bo'lmasligi kerak. Past bo'ladigan bo'lsa, chochadigan maydoni diametri kichirib ketadi. Agar katta bo'ladigan bo'lsa, tashqariga sepib yuboradi. Shuni ham hisobini olasizlar, yasatmoqchi bo'lganlar, qiziqqanlar bo'lsa. Hop. Menimcha hamma ma'lumotni yetkazdim deb o'ylayman. Narxi, qancha material ketgani, qancha masofada hammasini xolasa etdik. Videolarimizga bittadan like tugmachasini katta setda bosib, kanalimizga podpisatsiya qilib qo'ysalaring, xudo xolasa mana shu qo'limizdan kelganicha baholi qudrat o'zimizni tajribamizdan kelib chiqqan holda mana shu biogomis biznesini, tabiiy organik mahsulotlarni qanday yetishtirish, bularga qanday chuvalchanglarga parvarish qilish, qanday ozuqa berish, qachon suv sepish, mana shu haqida bilganlarimizni sizlar bilan o'rtoqlashamiz. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.